Ko'pchilik so'raydi, nima uchun xo'jayining buncha yaxshi, mana ertalabdan hozir men mana bu narsalar tayyorlab kelgan. O'zim yeb o'tirib ikkalamiz ish boshlangan, ishlayotib ko'ryapsizlarmi? Nima sababdan men bular bunaqa yaxshi deyman? Shunaqa ochiq ko'ngil odamlar. Biznikilarga o'xshab turib 4 euro 5 so'm topib turib o'zidan kimnidir yasamaydi. Kayk og'ayinida o'zimdan yoshi katta, otam qatori odam, lekin og'ayinimda men bilan muomala qiladi. Ya'ni hech qanaqa bir stressiz, hech kim sizni qo'llamaydi, spaytoyn ishlab yuraveraman. Mana shunaqa. Birinchi kadrga e'tibor bermaysizlar, sparingda bo'lganda bu narsa noto'g'ri xayolga borib har narsa do'rmaydi. Mana shu xotin bir kunda ichkilik uchun 1 milliondan pul tashlab ketadi. Faqat ichadi, yemaydi, tushunyapsizlar? Mana shunaqa xotininglar bo'lsa tasavvur qilinglar. Bu mavzuda faqatgina ish beruvchilarni ham ayblash noto'g'ri, chunki o'zinglar ham bilasizlar, baribir ishiga layoqatsiz, mas'uliyatsiz odamlar ham bor ishchilar. Xullas shu bilan bizning mana kunimiz boshlandi, ishimiz davom etadi, zakazda kelaveradi, bir dunyo ishim bor. Hammasiga Xudo xolisi sekin asta bugungi kunni ham o'tkazib olamiz bajarib. Mana soat bizda 12 dan 5 turibdi.